BYD Song Pro DMI bu avtomobil sizni hayratga solishi aniq. Avtomobil zinasi turkumining zamonaviy agressiv dizayniga ega bo'lib, yo'lda sizni o'ziga xosligingizni ko'rsatadi. 18 kWh-gacha quvvatni ta'minlaydigan tezkor quvvatlash tizimi bilan uzoq vaqt kutmasdan doimo yangi sarguzashtlarga tayyor turasiz. Simlar va quvvatlash qurilmalarini unuting. BYD Song Pro'da telefoningizda qulay simsiz quvvatlash tizimi bilan doimo quvvat bo'ladi. Zamonaviy katta ekranli multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto'ni qo'llab-quvvatlaydi. Elektromobil bilan birgalikda ishlaydigan DMI dvigatel ajoyib tizimlash dinamikasini ta'minlaydigan, soatiga 100 km tezlikka 9 soniyadan kamroq vaqtda chiqadi. Bu ekologik va tejamkor bo'lgan hayratlanarli quvvatni ta'minlaydi. Bundan tashqari, bu yerda siz va oilangiz uchun kerak bo'ladigan buyumlarni bemalol sig'dira oladigan keng yukxona bor. Mashina qulayligingiz va xavfsizligingiz uchun moslashgan kruz nazorati, ko'rinmas zonalarni kuzatish, to'qnashuvlardan ogohlantirish va boshqa ko'plab aqlli funksiyalar bilan jihozlangan. BYD Song Pro DMI bu avtomobil aqlli texnologiyalar, dinamik quvvat va yuqori darajadagi qulaylikning mukammal muvozanati. O'zingiz uni sinab ko'ring, video pastidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bugunoq test-drayvga yoziling.